Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbar Talk Show'sining yangi soni efirda va albatta bugun biz jiddiy mavzuda gaplashamiz. Inson salomatligini muhofaza qilishda tibbiyot sohasidagi islohotlar va ijtimoiy adolat haqida. Bu mavzuni aniqroq yoritib berish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Dastlabki savolimiz Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi nutqlarida inson salomatligi va tibbiyot tizimi qay darajada alohida urg'u bilan tilga olindi? Marhamat. Prezidentimizning so'nggi nutqlarida juda ham ko'plab yo'nalishlar bo'yicha so'zlab o'tdilar. Shu bilan birgalikda ya'ni 24 ta jamg'arma tashkillashtirilgani. Shuni orasida Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi ham mavjud. Ya'ni Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi yana qo'shimcha aytib o'tiladigan bo'lsak, bunda oilalarni kambag'allikdan chiqarish to'g'risida ham gapirib o'tdilar. Ya'ni bu Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi aynan bu yo'nalishda juda ham ko'p ishlar amalga oshirilib bormoqda. Ya'ni kambag'al oilalar reyestriga kirgan bemorlarga yuqori texnologik amaliyotlar amalga oshirilib kelmoqda. Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ning asosiy maqsadlaridan ham biri bu o'sha kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga o'sha birlamchi yordamlarni amalga oshirishni to'g'ri yo'lga qo'yish, ya'ni oilaviy poliklinikalarga o'z vaqtida ularni biriktirib, oilaviy poliklinikalardagi oilaviy shifokorlar tomonidan ularga o'sha malakali xizmatlarni taqdim etishdan iboratdir. Hozirgi kunda Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan kafolatlangan paket doirasida ushbu kam ta'minlangan oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ham o'sha xizmatlar hammasi bepul ravishda amalga oshirilmoqda. Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga bu paketlar, ijtimoiy xizmatlar taqdim etiladi, shundaymi? Bu xizmatlar umuman O'zbekiston fuqarolarini barchasiga ham bepul xizmatlar amalga oshiriladi. Va bu boradagi o'sha yangiliklardan xalqimiz, aholimiz qanchalar xabardor va ularni qamrov darajasi? Chunki bizning xalqimizda shunday holatlar ham bo'ladi. Bemor bo'lganlaridan keyin albatta poliklinikaga murojaat qilishadi, lekin mana shunday aholiga bir tibbiy xizmatlar bepul tarzda taqdim etilayotganidan hamma ham xabardor bo'lmasligi mumkin-da. Shu oilalarga kirib o'rganiladimi bu jarayonlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali xabardor qilib turiladimi? Shular haqida ham gaplashaylik. Hozirgi kunda bizga tibbiyotimizga Demet programmasi o'rnatilgan. Bu Demet programmasi ish olib borishi oila shifokori brigada bo'lib ishlashadi. Oila shifokori boshchiligida yonida ikkita patronaj hamshira bo'ladi, amaliyotchi hamshira va doya patronaj hamshirasi biriktirilgan. Bularni ish tarkibi o'sha oilalarga biriktirilgan o'ziga fuqarolarni, biriktirilgan o'ziga oilalarni har birini xonadoniga borib, xonadonlarni ichida o'rganib, qariyalarni, bolalarni, yosh kattalarni, homilador ayollarni har birini o'rganib, Demet programmasiga telefon orqali ro'yxatdan o'tishni o'rgatib, bu nimani bizga beradi? Poliklinikamizga tashrif buyurganda fuqarolar o'ziga xizmat ko'rsatishi mumkin. O'zi elektron tizim orqali, telefon orqali o'zini ID kartasini kiritib, o'zi talon olib istagan shifokoriga kirishi mumkin. Oldingi vaqtda registraturaga navbatda turib, shifokorni ish vaqtini so'rab, soat nechida ishlaydi, qachon keladi, qaysi vaqt qaysi tor mutaxassislar bo'lishini so'rab, shunga qarab murojaat qilardi. Hozirgi kunda bizning fuqarolarimiz barchasi uydan o'tirib, elektron tizim orqali o'zlari uydan talon olishlari mumkin. Talon sistemasi bor hozir bizda. O'zlari navbatsiz o'zlarining soatlariga qarab tashrif buyurishlari mumkin. Xohlagan shifokorning oldiga kelishi mumkin. Bundan tashqari o'sha tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin tibbiy ko'rik natijalarini ham o'sha ilova orqali ko'ra olishi mumkin. Analizlarni ham kelib, qon tahlillarini ham qaytib kelib natijani ko'rish shart emas. Uyda turib ilova orqali ko'raveradi natijalarni. Qayta qaysi kunni tashrif buyurishi ham yozilgan bo'ladi. O'sha ilovada yozilgan bo'ladi. Bu juda ham qulay hozirgi kunda. Chunki oldin navbat kutish bo'lardi, vaqtni tejaydi hozirgi kunda. Bemorlarni ham tezroq sog'ayishiga bu Demet programmasi, men o'ylaymanki, ancha o'zini yaxshi tomonlarini olib keldi. Bu borada
eng chekka yurtimizni chekka hududlaridagi o'sha internet yaxshi ishlamaydigan hududlar deydi-yu, bu joylardagi aholini qamrov darajasi qanday bo'ladi respublika miqyosida? Prezidentimizning qarorlari bilan bu tajriba sinov asosida olis chekka hududlariga bu optik tolali internetlar ham borgan. Tajriba sinov asosida Ohangaronni tog'li hududlari, Bo'stonliq tog'li hududlarigacha bu internetlar hozirda mavjud. Demak, respublika miqyosida qamrov juda ham yaxshi darajada va hamma xalqimizning har bitta a'zosi, har bitta oila a'zosi foydalanyapti. Xuddi shunday. Kambag'allikdan farovonlik sari forumida inson salomatligi borasidagi yana qanday bir yangi tashabbuslar ilgari surildi? Shular haqida ham gaplashaylik. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi tizimiga bepul dori ta'minlashi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mana sug'urtaga o'tganimizdan keyin elektron tizimda reambursatsiya degan tashkilot ochilgan. Mana shu orqali bizada shu dispanser nazoratda turgan bemorlarga, ya'ni 5 ta kasallik bo'yicha, ya'ni bu qon bosimi oshgan kasalligi bilan, yurak qon tomir kasalligi bilan hamda surunkali bronxit bilan, obstruktiv bronxit bilan hisobda turganlar hamda qandli diabet kasalligi bilan ro'yxatda turgan bemorlarga biza bepul dori bilan xizmat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bular o'sha hali aytganimizdek elektron tizim orqali o'z shifokoriga yoziladi. Shifokor uni analizlar, tahlillariga qarab, ularga bepul dorilarni buyurishi mumkin. Ya'ni bu orqali masalan metformin dorisini hozir juda ham tarqatilyapti. Bemalol ular borib o'sha dori bilan dalolatnoma tuzilgan bo'lsa, ya'ni dorixonalar bilan bemalol retsept asosida borishadi, o'sha yerdan bepul dorilar olishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari yana hozir ham kambag'alliklarga hali aytib o'tganimizdek, har bir kambag'al o'sha oilasi bilan tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Ya'ni har tor mutaxassislardan, poliklinikada bor tor mutaxassislardan o'tiladi, qon tahlillari qilinadi, ultra tovush tekshiruvlardan o'tkaziladi, kerak bo'lsa yurak EKGsi tekshirib o'tkaziladi qo'ladi. Mana shu tahlillarga asosdan qaysi shifokorga borishi kerak bo'lsa, ularga bepul yo'llanma berilib, ana o'sha shifokorga yo'llanma berilgandan keyin ular o'sha yerda maslahat olishi mumkin bo'ladi. Hozir hurmatli prezidentimizning qarorlariga asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholilarga, ya'ni kambag'allar oilalaridan bepul operatsiyalar, ya'ni jarrohlik usullari, tekshirish amaliyotlari ham o'tkazilyapti. Bundan bizani masalan, bizani o'zimizning poliklinikadan 2 ta bemorimiz bepul o'sha jarrohlik amaliyotidan o'tkazildi. Hozirgi kunda ahvollari yaxshi bo'lib ishlashdi. Bittasi ko'z yo'nalishi bo'yicha, ko'z kasalliklari yo'nalishi bo'yicha o'tkazildi. Yana bittasi, ya'ni bo'g'im yo'nalishida shu turli yo'nalishda ham jarrohlik amaliyotini o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Ijtimoiy himoyaga ega yoki kambag'al oilalar reyestrida turuvchi fuqarolar Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan qanaqa yordam olish mumkin degani yuqori texnologik amaliyot. Ya'ni bunda endi protezlash bo'lishi mumkin, qanaqadir yurak amaliyotlari bo'lishi mumkin, ko'z gavharini yoki qanaqadir shu ko'z bilan bog'liq kasalliklar, shu bilan birgalikda onkologik kasalliklar, bu yerda ixtisoslashgan markazlarning har birida tibbiy yordam olishi huquqiga ega. Endi bu qanday amalga oshiriladi deyilganda, xuddi shunaqa elektron axborot tizim dastur bor. Elektron dastur orqali bemor yoki shu fuqaro bemorligi to'g'risida ma'lumot oila poliklinikadan boshlanadi. Oila poliklinikada bemor to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Bu ma'lumotlarni tuman tibbiyot birlashmasi ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin bemor ahvoli haqiqatan ham yuqori texnik amaliyotga muhtoj bo'lsa, u keyin shahar darajasida klinikalarga yuboriladi. Shahar darajasida klinikalar ham uni bajara olsa qabul qiladi o'ziga, bajara olmasa yuqori texnologik bu respublika miqyosidagi yo'nalishga chiqadi. Respublikada endi hozir yuqori texnologiyani deyarli hamma turlari qilinmoqda. Rahmat, yaxshi mavzu ko'tarildi. Bizga raqamlar juda ham kerakda. Oilaviy poliklinikalardan kelgan mutaxassislar bor. O'zingizning oilaviy poliklinikangizda mana shunday yaxshiliklar qilingan jarayonlar bo'lsa, statistikasi haqida bir gaplashsak yaxshi bo'lardi. Qancha aholi murojaat qilyapti, aynan kambag'al oilalar haqida gaplashyapmiz, reyestrga kiritilgan oilalar va ularga qanday ijtimoiy xizmatlar taqdim etildi bugungi kungacha. Qancha odam minnatdor bo'lyapti. Shular haqida ham gaplashaylik. Marhamat. Masalan, bizani 62-chi oilaviy poliklinikani olsak, 30 mingta aholimiz bor. 30 mingta aholimiz ichida yoshlar, bolalar, qariyalar, kam ta'minlangan oilalar ham bor.
bu oilalarga biz o'sha kafolatlangan paket orqali bularga bepul dorilar, bepul xizmatlarni ko'rsatamiz. Malakali vrachlarimiz tomonidan bularga o'sha bepul retseptlar yozib beriladi. O'sha rembursatsiya orqali fuqarolarimiz minnatdor. Hozirgi kunga ancha bular tibbiy madaniyati ham oshdi. Demit programmasiga ham tushuncha berilib, bular aytdiki, hozirgi fuqarolarimiz ancha oldinga o'tdik. Biz ham boshqa davlatlarga, chet eldagi Germaniya, Turkiya davlatlariga o'xshab uyimizdan muloqot qilib, uyimizdan shifokor bilan planshetlar orqali masofadan turib tashxis qo'yishlargacha hozirgi kunda poliklinikada shu ishlar olib borilyapti. Bundan aholimiz juda ham minnatdor. Ambulator tizim sharoitda emas, balki statsionar sharoitda ham davolanish ancha yo'lga qo'yilgan. Order masalasi yengillashgan, navbat kutilmaydi. Oilaviy shifokor orqali demak yo'llanma yaratiladi va bemor to'liq o'sha kafolatlangan paket doirasida poliklinikadan to'liq tekshiruvdan o'tib statsionarga yo'naltiriladi. Ancha xizmatlarimiz kengaygan. Hozir aholi minnatdor. Oilaviy shifokorlarimizni mavqeyasi 80% ga oshdi desak ham bo'ladi. Oldingi vaqtlarda shifokorga murojaat qilmasdan xususiy klinikalarga ko'p fuqarolarimiz borardi. Hozirgi kunda kelib, ular o'zimizga birinchi bo'lib, o'zimizga kelib maslahat olib, keyin shu kasalligi bo'yicha to'g'ri tushuncha yo'l yo'riq ko'rgandan keyin boshqa shifokorlarga murojaat qilish o'sha hojati ham qolmaydi. Fitek masalasi ham hozir oila shifokorga berilgan. Oldin nogironlikda bizada komissiya bo'lardi. O'sha komissiya nogironlikda belgilab berardi. Ancha kutilardi-da. Ancha kutilardi, ancha vaqt ketardi. Hozirgi kunda oila shifokorda o'zi 2,5 mingta aholisi biriktirilgan bo'lsa, o'sha 2,5 mingta aholisining ichidan qaysi fuqarosiga nogironlik birinchi, ikkinchi, uchinchi gruppa kerak bo'lsa, o'zi shu nogironlikni belgilab berish huquqiga ega bo'ldi. Bu tizim ham aholiga ancha bir yangiliklarni, qulayliklarni olib kiribdi. Bizni aholimiz bemor bo'lsalar, birinchi tez tibbiy yordamga yoki oilaviy poliklinikaga murojaat qiladilar-da. U yerda murojaat qilgandan keyin malakasi yetadigan mutaxassislar ham bo'lishi shart. Chunki ularga aniq tashxis qo'yish uchun kerak bo'lsa moddiy texnik baza mustahkam bo'lishi kerak. Moddiy texnik baza mustahkam bo'lsa, uni ishlatishni biladigan tibbiyot xodimi bo'lishi shart, to'g'rimi? Bugungi kunda tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish jarayonlari haqida ham gaplashsak yaxshi bo'lardi. Hozirgi kunda oilaviy shifokorlarimiz, tor doira shifokorlarimiz o'zini malakasi ustida ancha ish olib borishyapti. Chunki hozirgi kunda sug'urtaga o'tganimiz tufayli qancha siz ko'p bemor ko'rsangiz, o'shanga qarab sizga maosh to'lanadi. Shu uchun bu hozirgi oilaviy poliklinikadagi shifokorlar o'z ustida ishlashga yanada intilib, yanada yangi o'qishlarga borishga, yana malakasini oshirishga juda ham intilib, yaxshi rezultatlar, yaxshi natijalarga erishib kelishmoqda. Bu borada o'zi harakat qilish kerakmi shifokorni yoki davlat ko'magi ham kerakmikan? Chunki bizda davlat tomonidan shifokorlarning malakasini oshirish uchun chet davlatlar bilan hamkorliklar ham yo'lga qo'yilganda, bu tizim oilaviy poliklinikalarda ham ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Bu tizim oilaviy poliklinikalarda ham ishlaydi. Yaqinda Qozog'istonda bizani oilaviy poliklinikadan shifokorlarimiz assambleyasiga borib qatnashib kelishdi. O'zlarining malakalarini oshirib, ular bilan ish tajribalarini o'rganib kelishdi. Turkiya davlatiga ko'p borishadi. Boshqa chet davlatlarga ham oila shifokorlaridan ko'p borish hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan. Shunday fikrlar borda, insonlar salomatligini profilaktikasi sifatida o'zi 6 oyda bir marta deyiladi-yu, endi bizning xalqimizga mayli 1 yilda bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi shart degan fikrlar bor. Bu borada shu aholini tibbiy ko'rikdan o'tish uchun kelish jarayonlari va bu yerdagi yutuqlar, balki muammolar ham bordir. Shular haqida gaplashamizmi? Bemorni marshurutizatsiyasi degan narsa bor. Ya'ni birinchi registraturaga murojaat qiladi va unga raqamli navbat beriladi. Keyin u to'g'ridan to'g'ri shifokorning qabuliga tushadi. Navbat orqali qabulga yoziladi. Elektron bu nimasi juda asta-asta deya olmayman-u, endi bemorlarda ozgina tushunmovchilik yuzaga keldi. Yangilik har doim keyinroq qabul qilinadi. Ovoragarchilik nima keragi bor, to'g'ridan to'g'ri kirsak bo'ladi-ku degan maqsadda. Lekin hozir bemorlar ancha tushunib, hurmat qilib, navbatini kutib,
nima qilishyapti. Men xursandman to'g'risi. Oldingi vaziyat bilan hozirgi bir oy oldingi vaziyat bilan hozirgi vaziyatni solishtirib bo'lmaydi. Biz ham poliklinikada shunday. Juda ham o'zgarish katta. Bemorlar tushunib, tizimni tushunib, navbatni kutib, chunki ancha manfaat olyapti deb o'ylayman. Har bitta bemorga mana dispanserga olish uchun, uni bilan suhbat qurishimiz uchun 15 minut vaqt menimcha kamlik qiladi deb o'ylayman. O'shani tushunib kutish kerak-da bemor navbatini. Undan tashqari u dispanserga olingandan keyin unga reimbursatsiya tavsiya qilinadi. Bemor bundan ancha manfaat ko'radi. U oyma-oy 4 ta dorini bir oyda qabul qilishi mumkin, tekin olishi mumkin bir oyda. Va har oy agar surunkali kasallik aniqlansa, u yillar davomida tekin qabul qilishi mumkin dorilarni. Shuning uchun bu vaziyatlarni tushunib bemorlar mana hozir ancha tartibga kelgan. Profilaktik masalasida to'g'ri Sog'liqni saqlash vazirligining 210-buyrug'i asosida biza shu aholini hali aytib o'tganlaridek yosh bolalarni, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni, 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni hammasini o'zini muddati bor. Ya'ni 1 yoshgacha bo'lgan bola bizada 1 yilda bir marta o'sha 1 yoshga to'lganda tibbiy ko'rikdan o'tish kerak profilaktik maqsadda. O'zi 1 yoshgacha har oyda kelib ko'rikdan o'tadi va vaksinatsiyalar bilan emlanadi. O'sha davlat tomonidan bepul vaksinatsiyalar bilan emlanadi. Undan tashqari keyin 2 yoshga kalendariga kiritilgan. Emlash kalendariga kiritilgan buni. Yana bu narsani qo'shib o'tmoqchiman. Bundan tashqari hozir bizada hokimiyat tomonidan ajratilyapti virusli gepatit A ga qarshi emlash vaksinasini bepul berib, bu ham faqat o'sha kambag'al oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, reyestrga kirgan aholini bolalari bo'lsa, ya'ni 2 yoshdan oshgan bolalari bo'lsa, ana o'shalarga bu hokimiyat tomonidan ajratilgan vaksinalar bepul qilinyapti. Bu ham bir tomondan plyus bo'lyaptiki, sababi shu gepatit A kasalligini oldini olyapti. Bundan tashqari mana 2 yoshlik bo'lgan bolalar ham 1 yilda 4 marta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Poliklinikaga ota-onasini olib chiqib, ularni o'sha tor mutaxassislardan o'tkazish kerak bo'ladi. Undan tashqari yana maktabga chiqayotganda 6-7 yoshli bo'lgan bolalar, albatta bog'chaga chiqayotganda o'sha tarafda ham hammasi tor mutaxassislardan o'tib, tibbiy ko'rikdan o'tib, kerak bo'lsa o'sha qon tahlillari o'tkazilib, keyin bolaga tashxis qo'yiladi. Sog'lom bo'lsa sog'lom, hali aytib o'tganimdek yana, yoki agar tor mutaxassis kerak bo'lsa, tor mutaxassisga yuborilib, unda o'sha bemalol maslahatini olishi mumkin bo'ladi. Har bir inson 1 yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak, ya'ni profilaktik tarzda tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Va shu orada bizda o'sha ishchi aholimiz, ya'ni o'rta yoshdagi aholi kam poliklinikaga murojaat qiladi. Chunki ishda bo'lib qoladi. Ishda bo'ladi, o'sha tibbiy ko'rikdan o'ta olmaydi. Mana shu aholi ham lekin 1 yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari dispanser nazoratida turgan aholini ham biza o'sha 210-buyruq asosida kasalligini og'ir yengilligiga qarab o'sha belgilab qo'yilgan. Ya'ni bemorimiz dispanser nazoratida turgan bo'lsa, kasalligi og'irroq bo'lsa, uni o'sha tibbiy shifokorimiz, oilaviy shifokorimiz lozim topsa, agar yotoqli bo'lsa 1 yilda o'sha 4 marta uyiga borib ko'radi. Agar yengilroq bo'lsa, o'sha yotoqli bo'lsa ham 1 yilda 2 marta borib uyiga borib ko'rishi mumkin bo'ladi. Xuddi mana shunaqa qilib bizani surunkali bemorlarimiz ham poliklinikaga murojaat qilishi kerak va tibbiy ko'riklardan o'tishi lozim. Bu profilaktik tarzda. Yana profilaktika tarzida yana bir amaliyot joriy qilindiki, xalqimizni xursand qilayotgan tibbiy skrining tizimi. Joylarga borib, aholi bilan birgalikda, oilaviy poliklinikalar bilan birgalikda shu tibbiyot birlashmalari bilan hududlarga borib, aholini shu tibbiy ko'rikdan o'tkazishni skrining tizimi joriy etildi, to'g'rimi? Bu boradagi yangiliklar haqida ham gaplashaylik. Bizda yurak qon tomir skriningi o'tkazilyapti. Qandli diabet kasalligini oldini olish bo'yicha skrining o'tkazilyapti. Yosh bolalarda onkogematologiya kasalligini oldini olish skriningi o'tkazilyapti va ayollar o'rtasida bachadon bo'yni saratoni kasalligini oldini olish bo'yicha ham skrining o'tkazilyapti. Mana bu skrining o'tkazilayotganda bizaga masalan 30, 40, 50 yoshli ayollarni chaqirtirib, ular hammasi VPC analizini topshiradi, ya'ni bepul topshiradi bu narsani va bu tekshiruvi o'sha markazga jo'natilib, o'ta tekshirtiriladi. Agar shu kasallik mabodo chiqib qolsa va bu davom ettiriladi tekshiruvi, yana qayta mutaxassislarga yo'naltirib tekshirtiriladi. Juda ham yaxshi bo'libdi, noinfeksion, lekin asorati kuchli bo'lgan, kerak bo'lsa shu o'limgacha, o'lim xavfini keltirib chiqaradigan kasalliklarni avvaldan aniqlash choralari. Va bu borada xalqimizni faolligi haqida ham so'ramoqchiman.
kelishyaptimi? Skrining tizimida o'sha yangiliklardan xabardor bo'lishayaptimi? Faolligi qay darajada? Hozirgi kunda doya patronaj degan lavozimda ishlaydigan hamshiralarimiz bu lavozimdagi hamshiralarimiz uyma-uy yurganda o'sha homilador ayollarni 30-40-50 yoshdagi ayollarni barchasini qamrab oladida. Har kuni har bitta doya poliklinikaga 2-3tadan o'zini brigadasi bilan birgalikda shu ayollarni chaqirib kelib, ularga shu kasallik to'g'risida tushuncha beradi boshida. Agar shu kasallikka hozirgi kunda siz analiz topshirmasangiz, erta bir kun kech bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu ayollarni kasalligi ko'rinmas, ichki a'zolarda joylashgan bo'lganligi uchun biza ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Hech qaysi ayol o'zi ko'zi bilan shu kasallikni ko'ra olmaydi. Og'riqlar ham bermaydi-da, saraton kasalliklari. Besimptomli og'riqlar ham bo'lmaydi bu kasallik to'g'risida. Onkologiya kasalligining tushunchasini tushungandan keyin bu ayol keladi poliklinikaga, rejali keladi. Bizning mutaxassislik ginekologlarimiz viola shunaqa berilgan probirkalarimiz, shotchkalari bu, o'sha viola bilan shu tekin bepul analiz olib topshiriladi. Bu yig'ilgan analizlarni biz virusologiyaga beraveramiz. U virusologiyaga tahlili keladi. Agar bironta ayolimizda shu kasallik aniqlansa yoki gumon bo'lsa, qayta topshiriladi yoki yana onkoginekolog shifokorga murojaat qilinadi. Ro'yxatga olinadi, nazoratga olinadi. Bu ayol bilan befarq qolinmaydi. Bu ayol oxirigacha bu ayolga e'tibor bilan shu kasallikni rivojlanib ketmasligi uchun oldini olib, barcha tushunchalarni tushuntirib yordam beriladi. Hozirgi kunda har bir bosh shifokorlarimizga, rayzdraf mudirlarimizga hokimiyat tomonidan, mahallalar tomonidan 5tadan kambag'al oila, shu ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan oilalar biriktirilgan. Har oy rahbarimiz bilan biza o'sha biriktirilgan oilalarga borib xabar olamiz. Nimaiki kerak bo'lsa, bularni hol ahvol so'raganimizda balki tibbiyotdan, balki boshqa bir sohadan yordam kerak bo'lsa, shu oilaga, bolalarga, ota-onasiga, farzandlariga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Kafolatlangan paketdan foydalanib, bolaga bepul dorilar tarqatamiz. Bularga agar ishga yo o'qishga joylashish kerak bo'lsa, balki hamshiralikka yoki o'zimizga kichik tibbiy xodimlikka o'rinlar bo'lsa, Argus orqali bularni o'zimizga ham ishga qabul qilgan ish bilan ta'minlash ham bormi? Ish ham ta'minlab berganmiz. Shu uchun bugungi kunga kelib bizning fuqarolarimiz ancha minnatdor. Sotsialniy paketlar ham bo'ladi. Hokimiyat bilan birga shu uylarga borib, bayramlarga tabriklab, alohida shu har bittasiga e'tibor berib, bularni oilasini jamiyatimizga tezroq, qanday desam, o'zi boshqarib, o'zini o'zi tiklab, jamiyatimizga foyda keltiradigan o'ziga ham, oilasiga ham kambag'allikda iloji boricha chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Ularni o'ziga ham tushuntiramiz. Siz kambag'al oila emassiz. Hozirgi kunda sizda sharoit mana shunaqa bo'lib qolgan. Biz sizga hozirgi kunda yordam berib turamiz. Bu yordamimiz tufayli siz o'zingizni jamiyatga o'rningizni qaytadan egallashingiz uchun deb shunaqa tushuncha berib, boqimandalik kayfiyatidan uzoqlashgan holatda baliq bermasdan qarmoq beramiz, baliq tutishni o'rgatamiz, deng. To'g'ri, xuddi shunaqa. Rahmat. Fikr bo'ldi, boya dastur o'rtasida shu narsa meni juda ham qiziqtirdi-da. Telemeditsina va o'sha masofadan turib diagnostika kimlar uchun foydali, kimlarga bu tatbiq etilayapti? Qaysi kasalliklarda bu jarayondan foydalansak bo'ladi? Chunki biz o'rganganmiz, shifokorning yoniga kelib, ular bilan bevosita suhbatlashib, kerak bo'lsa o'sha tahlillarni taqdim etgan holatda. Lekin uzoqdan turib, masofadan turib, sifatli tashxis qo'yila oladimi? Onlayn video muloqot bemor bilan bu yuqori texnologik amaliyot bajaradigan markazlarda mavjud. Masalan, bizda stomatologiya, ya'ni travmatologiya, ortopediya va ilmiy tekshirish institutida bo'lganimizda buni iqrori bo'ldim. Uzoq masofada bo'lgan bemorni, misol tariqasida Xorazmmi, Buxoromi mutaxassislar to'g'ridan-to'g'ri bemor bilan muloqot amalga oshirishyapti. Shu bilan birgalikda bemorni diagnoziga aniqlik kiritib, unga endoprotez amaliyoti, ya'ni chanoq-son bo'g'imini almashtirish amaliyoti lozim bo'lsa, shu joyi o'zida diagnoz qo'yishga yordam beryapti. Chunki masofadan turib tashxis qo'yilsa,
mablag' tejaladi, masofalar tejaladi. Ayniqsa bu borada yutuqlarga erishiladi. Lekin bu oilaviy poliklinikalar tizimida ham qo'llanilayaptimi? Hozirgi kunda bizada masofa orqali ham bemorlar o'zini oilaviy shifokoriga murojaat qila olishi mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Bizani oilaviy hamshiralarimiz, patronaj hamshiramiz patronajga borganda, fuqaroni uyiga kirganda, masalan, yura olmaydigan yo oyog'i sinib qolgan yoki bir yoshi katta fuqaroni ahvoli yaxshi bo'lmasa, bemalol o'sha planshet orqali murojaat qilishi mumkin. Hamshira shifokor bilan ulab beradi, shifokor planshet orqali savol-javob qilib bemor bilan konsultatsiya o'tkazishi mumkin. Chunki Demet programmaga bu hamma bemorlar kiritilgan. Demet programmadan, elektron tizimdan qarab, yana bu bemorga qanaqa kamchiliklar, qanaqa o'zgarishlar, nimalar qilish kerak, yana qanaqa analizlar o'tkazish kerak, shu bilan rejalashtirib, oldindan shu bemorni uyiga borganda tushuntirib, bemorga ancha qulayliklar yaratib beradi. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda bizani tibbiyot ancha oldinga ketdi. Bu qiladigan ishlarimiz fuqarolarimizga qulaylik keltirdi. Prezidentimiz nutqlarida qaysi mamlakatlar bilan tibbiyot sohasida hamkorlik masalalari tilga olingani haqida ham gaplashaylik. Marhamat. Hozirgi kunda ko'pgina chet davlatlar bilan muloqotlar o'rnatildi. Masalan, Turkiya mamlakati bilan, Belorussiya mamlakati bilan, undan tashqari Germaniya, Angliya mamlakatlari bilan tibbiyot sohasida shartnomalar tuzildi va tibbiyot sohasida ulardan ko'p narsalar olinyapti. Bundan tashqari Hindiston bilan yaxshi yo'lga qo'yilgan hamkorlik, ulardagi qilinayotgan amaliyotlar, o'sha yuqori texnologiyali operatsiyalar hozirgi kunda o'zimizda tibbiyot muassasalarimizda ham amalga oshirilmoqda. Biz odatda hamma yaxshiliklarni, ko'p yangiliklarni chet davlatlardan o'rganamiz, lekin chet eldan kelgan mutaxassislar ham O'zbekistonning tibbiyot tizimi haqida o'zlarining ijobiy fikrlarini bildirib ketadilar-da. Bu borada eshitganlaringiz bo'lsa, biz maqtansak arziydigan bo'lgan yutuqlar bo'lsa, mana siz aytganingizdek, bemalol e'tirof etsak arziydi bugun. Nimalar haqida maqtana olamiz? Emlash kalendarimizda ozgina o'zgartirish kiritildi, chunki epidemiologik muammo bo'lib qoldi, qizamiq ozgina nima bu yerda ko'paydi. O'sha maqsadda markazimiz bizaga o'sha rejadan kiritilmagan emlashni kiritdi. Ya'ni 6 oyda qizamiq qizilcha emlanyapti, oldin yo'q edi. Keyin 1 yoshligida o'zi rejali olardi va 12 oylikda yana qizamiq olish anuga kiritildi. Chunki o'sha nazoratni amalga oshirish uchun, o'sha kamaytirishimiz uchun shu birdan chora ko'rildi va bartaraf qilindi. Bu natijasini berdi, to'g'rimi? Natijasini berdi. Emlash kalendariga kiritilgan hamma emlashlarni, emlash vositalarini olish uchun ota-onalarning ham tibbiy madaniyati yuksak bo'lishi kerak-da. Oilaviy poliklinikalarga biz borganimizda shunday fikrlarni aytishadiki, bizda vaksinalar bor. Ular juda ham qimmat ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin ota-onalar farzandimga yomon ta'sir ko'rsatadi degan holatda mana shu vaksinalarni olmaydilar deyshadi-da. Bu fikrlarga munosabatingiz qanday? Unaqa holatlar ham bo'ladi. Tushunmagan, hali o'sha nimani oxirigacha tushunib yetmagan aholimiz ham bor. Yosh oilalarimiz tushunmaydi. Endi bunda patronajdan keyin oilaviy shifokordan keyin bosh shifokorimiz tushuntirishlar olib boriladi. Hozirda o'sha keng qamrashga harakat qilyapmiz. Lekin bo'ladi unaqa aholi bo'lib turadi, qiyin, muloqotga kiritish qiyin. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bizda maxsus o'sha rejali asosda emlash kiritilgan bo'lsa kalendari, o'sha yerda ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana siz ham farzandingiz bor, o'zingiz ham ko'rgansiz, bilgansiz. Ya'ni hamma emlashlar iloji bo'lsa 1 yoshgacha bo'lib olish kerak. Mana shu agar shu emlash ishlarini haqiqatdan 1 yoshgacha bo'lgan bolada agar unda hech qanaqa nevrologik ko'rsatmalar yoki qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, shu 1 yoshgacha olsa, bu vaksinalar juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni ko'pgina kasalliklarni oldini olishga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bizda endi ota-onalar, ko'pgina ota-onalarimiz internet orqali har xil ma'lumotlarni o'qishadi. Mana shu kasallik, mana bu vaksinadan keyin mana bu kasallik paydo bo'lib qoldi, mana vaksinadan keyin mana bunaqa bo'lib qoldi deb shu narsalarni o'qishadi, bu yerda noto'g'ri ma'lumot ketgan. Agar mana bilsangiz, bizda 2 oylik bolada albatta bizda emlashimiz bor. Ya'ni
poliomiyelit kasalligiga qarshi emlashimiz bor, rotavirus kasalligiga qarshi emlashimiz bor, pnevmokok hamda AKDSimiz, ya'ni pentak vaksinamiz. Bu yerda hozir gepatit B bor ichida. Keyin undan tashqari qo'qshol, difteriya kasalligiga qarshi emlanadigan vaksinamiz. Mana shu vaksinalardan asosan penta vaksinasidan juda ham qo'rqishadi. Lekin bundan qo'rqish kerak emas. Agar shu vaksinalarni vaqtida olsa, bola juda ham yaxshi o'tkazadi. Yurtimizda ko'k yo'tal kasalligi ancha yillardan beri qayd etilmayotgandi-da. Lekin mana shu penta vaksinasidan ota-onalar voz kechganlaridan keyin bolalar orasida ko'k yo'tal kasalligi avj oldi va 2024-yilda bu kasallik ko'plab qayd etildi, to'g'rimi? To'g'ri. Ota-onalarga nima deb o'tamiz shu yerda? Manfaatli bo'lsin efirimiz. Ota-onalar hech qachon mana shu vaksinadan qo'rqish kerak emas. Birinchi navbatda bu vaksinamizni avvalambor o'sha prezidentimiz o'zlari shu yoqqa kirgizib rejali qilib bergan bo'lsalar, hurmatli prezidentimiz, va bu vaksinalar albatta shaharga kiritilgandan keyin albatta bu tekshiruvdan o'tadi. Farm komitetidan tekshiruvdan o'tiladi. Farm komitet ruxsat bergandan keyin poliklinikalarga tarqatilishi mumkin bo'ladi. Mana shu vaksinalarni o'z vaqtida agar olinsa, ancha kasalliklarni oldini olamiz. Ayniqsa mana shu ko'k yo'tal vaksinasi kasalligini oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda chunki chegaralar ochiq, chet davlatlardan har xil kasalliklar bilan kelishyapti. Mana shu vaksina bilan emlangan bolalar shu kasallikni oldini oladi va bu kasallik bilan agar kasallanib qolsa ham yengil kechadi. Chunki mana hozir bular aytib o'tganlaridek qizamiq vaksinasi o'tgan yili juda ham avj olib ketgandi, juda ham ko'payib ketgandi shaharda. Mana shu qizamiq vaksinasidan ko'pchiligi bosh tortgan edi. Bizning o'zimizning poliklinikada shunaqa holat bo'lgan. Bitta oiladan ikkita farzand qizamiq kasallik bilan kasallanib qolgan. Bitta farzandiga qizamiqqa qarshi emlash o'tkazilgan, a bittasiga o'tkazilmagan. Shunda onani o'zi bilan gaplashganimda u o'zi tan oldiki, emlangan bolam ancha yengil o'tkazyapti bu kasallikka dedi. Emlanmagan bolam juda ham og'ir o'tkazyapti dedi. Va biz bilamizki, qizamiq kasalligi yoshi katta insonlarda juda ham og'ir o'tadi. Shuning uchun har qanaqa holatda bo'lsa ham mana shu vaksinalarni bekorga rejali qilib kiritilmagan. Shularni vaqtida olgani juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat. Yana bir savol. Kelgusida tibbiy sug'urta joriy etilishi rejalashtirilganmi? Hozirgi kunda 2024-yil 5-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 311-prezident qarori imzolandi. Bu davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi, umuman davlat tibbiy sug'urtasini butun respublikada bosqichma-bosqich joriy etish. Bunda 2024-yil 1-oktyabrdan Toshkent shahri va Sirdaryo viloyati, 2025-yil 1-yanvardan Qoraqalpog'iston Respublikasi, 2025-yil 1-iyuldan Samarqand viloyati va Navoiy viloyatlarida, 2025-yil mana 1-oktyabrdan boshlab Qashqadaryo viloyati, Buxoro viloyati va Xorazm viloyatlarida davlat tibbiy sug'urtasi to'liq joriy etila boshladi. O'zini qanchalik oqlayapti? Mana 1 yil bo'libdi-da poytaxtda joriy qilinganiga. Mana hozir muloqot davomida ham eshitdingiz, tibbiyotimiz kun sayin rivojlanib boryapti. Bunda sug'urta tizimini ham ahamiyati juda ham katta. Avvalambor o'sha oilaviy poliklinikalarga fuqarolarni biriktirilishi to'liq olib borilyapti. Shu kungacha masalan oilaviy poliklinikada aholilar to'liq biriktirilmagan edi. Hozir har bitta fuqaro o'zi yashab turgan oilaga elektron tizim orqali biriktirilib va kafolatlangan paket doirasida bepul xizmatlarni amalga oshiryapti. Bundan tashqari ilgarilari moliyalashtirish ham o'sha statsionarlarda koykalarga qarab moliyalashtirilgan, oilaviy poliklinikalarda esa o'sha aholi jonboshiga, hozirgi kunda esa o'sha statsionarlarda davolangan holat bo'yicha moliyalashtiriladi. Oilaviy poliklinikalarda birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida aholi jonboshiga, yoshiga va jinsiga qarab moliyalashtiriladi. Bu esa o'z navbatida o'sha hozirgi aytib o'tayotgan skrining tekshiruvlari, o'sha tug'ish yoshidagi ayollarni tibbiy ko'riklari, o'sha yoshi katta masalan 60 yoshdan yuqori va fuqarolarimizni hammasini o'sha tibbiy xizmatlari
har biriga alohida koeffitsiyentiga qarab pullar moliyalashtirilmoqda. Bu esa o'z navbatida o'sha tibbiy xizmatlarni sifatini oshiradi. Oilaviy poliklinikalarda hozirgi kunda oilaviy shifokorni mavqei juda ham ko'tarildi, chunki oilaviy shifokorlar o'sha fuqarolarga beriladigan yo'llanma juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lyapti. O'sha tibbiy brigadaga oilaviy shifokorlarga murojaat qilgan fuqarolar birinchi aytib o'tganimizdek registraturadan o'tib, o'sha tibbiy brigadada amaliyotchi hamshiraga keladi. Amaliyotchi hamshira o'z navbatida o'sha bemorimizni oilaviy shifokorga yo'naltiradi. Oilaviy shifokor esa buni o'sha kafolatlangan paket doirasida barcha tekshiruvlardan o'tkazib, kerakli holatlarda tor sohadagi mutaxassislarga yoki bo'lmasa shifoxonalarga yo'llanmalar asosida elektron yo'llanmalar orqali yo'naltiradi. Bu esa o'z navbatida o'sha bizlarning fuqarolarimizda birinchidan vaqt tejiladi, ikkinchidan sarsongarchiliklar bo'lmaydi. Tayyor tekshiruvlar bilan shifoxonalarga borgan bemorlarimizda qaytalanuvchi tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Bemorlar tayyor tekshiruvlardan o'tkazib, tashxislar qo'yilib, shifoxonalarga borganda ularni davolash ham tezlashadi. Shuning uchun bu qulayliklar menimcha o'sha fuqarolarga, o'sha xalqimizga juda ham kerak edi. Hozirgi kunda ushbu ishlar amalga oshirilmoqda. Markazlarga murojaat qilganda o'sha yo'llanma bo'lmasa, ular pulli asosda tekshiruvdan o'tishligi lozim bo'ladi. Agar qo'lligida shu hozir aytayotganlaridek oilaviy shifokor tomonidan yo'llanma bo'lsa, ular bepul xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'ladi. Ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun tibbiyot tizimida yana qanday o'zgarishlar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Bu borada barchangizning fikringizni bilmoqchiman. Balki aholi orasida, aholimizni ruhiyatida nimalarnidir o'zgartirishimiz kerakdir. Marhamat. Aholi bilan ko'proq suhbatlar o'tkazishimiz kerak, ya'ni ularning tibbiy madaniyatini oshirishimiz kerak. Ya'ni ular bilan sog'lom turmush tarzi haqida va ko'pgina kasalliklarning oldini olish to'g'risida suhbatlar o'tkazishimiz kerak. Va kelib mana yaratilayotgan sharoitlar haqida ular bilan tushuntirish ishlari ko'proq olib borish kerak. Mana bu narsa ko'proq oilaviy shifokor, uni amaliyotchi hamshirasiga, patronaj hamshirasiga va doya hamshiraga ko'proq yuklatiladi. Mana shu agar shu tizimni to'g'ri yo'lga kiritiltirsak, aholi orasida tushuncha bo'lsa, sog'lom turmush tarzi haqida tushuncha bo'lsa, bu kasallikni ham oldini olgan bo'lamiz va undan tashqari to'g'ri ovqatlanish kiritilgan bo'lsa, o'sha haqida suhbatlar olib borsa, bu ham ancha kasalliklarning oldini olishimiz mumkin. Ya'ni hali o'tganimizda yurak qon tomir kasalligini, qandli diabet kasalligini oldini olishimiz mumkin, semirish kasalligini oldini olishimiz mumkin. Buning uchun faqat shu tibbiy xodimlarimizni to'g'ri suhbatlar o'tkazishi kerak. Qachon bo'ladi bu? Bu hozirgi kunda bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Ya'ni mana hozir aytayotganlaridek oilaviy shifokori o'sha ikkita patronaj hamshirasi bor. Mana shu ikkita patronaj hamshira chiqqanda, har bir oilaga kirganda, eshigini taqillatganda o'zini kerakli so'rovnomalarini o'tkazganidan keyin mana shular haqida gapirib o'tadi, tushuntirishlar berib o'tadi. Hali aytib o'tganimizdek, kardio skriningi, qandli skrininglarni, qandli kasalliklarni oldini olish skrininglarini o'tkazgandan keyin ular bilan mana shu to'g'ri ovqatlanish, keyin sog'lom turmush tarzini, masalan, ertalabga turib o'sha badan tarbiyash bilan shug'ullanish, mana shu narsalar bilan har doim tushuntirish ishlar olib boriladi. Bundan tashqari har bir oilaviy shifokori o'zini rejasida maktablarda, keyin litseylarda mana shular haqida suhbatlar o'tkazish uchun reja kiritilgan. Ular shu oyda 2 marta borib, shu yerda ular bilan suhbat o'tkazadi, ya'ni o'quvchilar bilan suhbat o'tkaziladi. Rahmat. Fuqarolarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda biza shu sog'liqni saqlash yo'nalishiga, sog'lom turmush tarziga bo'lgan faoliyatni yana ham ko'proq yoritib borishimiz kerak. Shu bilan birgalikda hozir aytib o'tmoqchiman. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasining ham ijtimoiy tarmoqlari bor, Telegram kanali, Facebook kanali. U yerda ham shu narsalar yoritib boriladi kundalik davomida. Manzillarni aytib o'tsak juda ham yaxshi bo'lardi. Lotincha yozuvda tibbiy sug'urta yoki call centerimiz bor, 1149 qisqa raqamlar bemalol murojaat qilish mumkin. Hozirgi kunda meni 62-oilaviy poliklinikamga tegishli bo'lgan 6 ta mahalla bor. 4 ta maktab, 4 ta bog'chamiz bor. Shu 6 ta mahallada yig'in o'tkazganda
raislarimiz albatta meni ham taklif qilishadi, chunki bu yoqqa yoshi katta onaxonlar, otaxonlar keladi. Shu otaxon, onaxonlar bilan uchrashganda ular ham xursand bo'lishadi meni ko'rib, men ham ularni ko'rib rosa xursand bo'laman, chunki gapiradigan rosa gaplarimiz ko'payib qoladi. Birinchi mavzum bolalarni emlash to'g'risida ota-onalarga, dodalarga, buvilarga tushuncha beraman, chunki bu emlashlarni hozirgi kunda bizning davlat bepul, tekinga qilib berishyapti. Boshqa mamlakatlarda bunaqa tekin narsalar yo'q. Ko'p davlatlarda o'zini yonidan 300 ming, 400 ming juda qimmat privivka bo'ladi. Keyin shu ota-onalarga, dodalarga tushuntiraman. Chunki siz ham yoshligingizga o'sha privivkalarni olgansiz, sizni bolalaringiz ham olgan. Nima uchun endi bu nabiralaringiz, bu avlodingiz olmasligi kerak. Shularni yaxshilab ota-onalarga, dodalariga, buvilariga tushuntirgandan keyin ertasi kuni kelinlari bolalarini ko'tarib chiqishadi. Rahmat, siz borib tushuncha berganingizdan keyin bizning uydagilar ancha e'tiborli bo'lib bolalarga ruxsat berdilar deb bolalarni olib kelganda biz ham xursand bo'lamiz. Bolalarimizni emlab 3 kun davomida ulardan telefon orqali hol ahvol so'rab, patronaj hamshiralarimiz hattoki uyiga borib kelishadi. Bundan aholi ham xursand, biz ham xursand. Maktablarga ham shunaqa ishlar o'tkazamiz. Akusher ginekologlarimiz alohida qizlarni yig'amiz, alohida o'g'il bolalarni yig'amiz. Oitis kasalligi, keyin virusni gepatit B, C, D shunaqa yuqumli kasalliklarni qanaqa yo'l bilan yuqishi, bu oqibatda qanaqa asoratlarni olib kelishi to'g'risida yosh avlodimizga juda ham chiroyli tushuncha berib, ularga yana shunaqa plakatlarni chizishga iltimos qilamiz. Shunaqa plakatlar chizib, bizga ular o'zini fikrini tushuntirib berib, qanchalik bilim olganini bizga o'zlari yana tushuntirib beradi. Rahmat. Kerakli bo'lgan ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz barchangizga. Ko'p narsalarni bilamiz, faqatgina amal qilishimiz qolgan xolos. Bugun sizga kerakli bo'lgan suhbatlar, manfaatli bo'lgan ma'lumotlar taqdim etildi. Shuning bilan Minbar Tok shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.